Assalamualaikum hurmatli tadbirkorlar, hurmatli mijozlar. Men Qahramon o'rinbosari Yurtmusa Fajralama. Sizlar bilan yana albatta uchrashuvni o'tkazamiz. Uchrashuvimizdan maqsad shu aholini ta'minlash, tadbirkorlikka jalb qilish, aholini kambag'allikdan qisqarishga iborat bo'ladi. Bu uchrashuv davomida kimda nechta takliflar bo'ladigan, nechta murojaatlar bo'ladigan, bemalol murojaat etishlaringiz mumkin. Qo'ldan kelgancha masalalaringizni birgalikda yechishga yordam beramiz. Assalomu alaykum. Familiyam Niyozov Kamiljon. Men oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish maqsadida shu bankingizdan 50 million kiramaslik yo'nalishi bo'yicha kredit berishni so'rayman. O'zim oilam bilan uyda tadbirkorlik maqsadida Qarag'onni maqsadim bor. Şöyle çarvaçılık bilan shug'ullangan bo'lsangiz, bizada shu 50 millionlik mahalla loyihasidan kreditlarimiz bor. Erkek tadbirkorlar uchun shu o'zimizdan tashlan fuqarolarga 5 yil muddatda 50 million so'm beramiz, kafil bilan. 23 yil asosiy to'lashmaydi. Yoki bo'lmasa, ayol tadbirkorlar bo'lsa, arzonlashtirilgan tartibda beramiz, 23% dan berishimiz mumkin. Siz Do'stlik mahalladan ekansiz, sizlar biriktirgan mahallada Do'stlik mahallasida Otabek bizning mahalla bankimiz va kerakli hujjatlaringizni bersangiz, tez orada sizning kreditlaringiz chiqishini yordam beramiz. Otabek bilan gaplashsam bo'ladimi? Bemalol telefonda gaplashamiz. Kerakli hujjatlaringizni berasiz, tez orada kreditimiz chiqarib beramiz. Rahmat. Kimga yana murojaat bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytishing. Salom, yaxshimisiz? Men Istiqbol mahalladan Davud Abdulla firmasidan chorvachilik arendalik uchun 100 million kredit so'rab sizga murojaat qildim. Biz oilaviy ham shu bashimiz. Firmangiz bor demak. Davud Abdulla firmasi. Bizlar shu biznes subyektlarini 312-qaror asosan shu 100 million so'mgacha garovsiz 300 milliongacha garov bilan kreditlarimiz bor. 21% dan tadbirkorlik subyektini ta'sischi erkak odam bo'lsa 21%. Ayol tadbirkorlar bo'ladigan bo'lsa 19% dan beramiz. Yana bu Otabek mahalla boylik ishlash bo'limini boshqarib, kerakli hujjatlaringizni bersangiz, tez orada kreditlarimizni chiqarib, nasib masalalaringiz bo'ladigan bo'lsa yordam beramiz. Yana kimni Yaxshi. murojaatlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol aytishlaringiz mumkin. Agar murojaatlaringiz hozircha yo'q bo'ladigan bo'lsa, bemalol yerasida bo'ladigan bo'lsa, ertaning bugun bo'ladigan bo'lsa, murojaatlaringiz bemalol shu bizdan bankaga murojaat etishingiz mumkin. Bizning mahalla bo'limi bor. Qolaversa bizlar biriktirgan mahallalarda 12 dan mahalla agentimiz tashkil qilibmiz. Mahalla banklarimiz bor. Bemalol murojaat qilsangiz, sizlarni kredit masalasida, boshqa masalalarda shu qo'ldan kelgancha yordam beramiz. Masalan, ruxsatlarimiz bilan bugungi uchrashuvimizni yakunlasak, kimniki murojaat bo'ladigan bo'lsa, shu bemalol murojaat etish mumkin. Uchrashuvda bo'lmasa ham bemalol yozib, kredit boshqa masalalarga yordam beramiz.